Assalomu alaykum. Mana alhamdulillah kun tugadi. Bugun siz nimalarni boshdan kechirdingiz? Charchadingiz, balki asabiylashdingiz, balki kimdir sizni tushunmadi. Ko'pchiligimiz mana shunday bo'lsa ham kechasi telefonni ushlab uxlaymiz. Lekin shu yerda xato qilamiz. Kunimizni qanday yakunlasak, qalbimiz ham shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam uxlashdan oldin shunday duo qilganlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bismikallahumma amutu va ahya. Duoning ma'nosi: ey Allohim, sening noming bilan o'laman va tirilaman. Uyqu ham kichkina o'limdir. Shuning uchun bu duoda sening noming bilan o'laman va tirilaman deb aytilyapti. Ya'ni sening noming bilan uxlayman va uyg'onaman degan ma'noda. Bu duo qalbni tinchlantiradi, qo'rquvni yo'qotadi, uyquni barakali qiladi. Bu shunchaki so'z emas, bu o'zingizni Allohga topshirishdir. Kechasi uxlashdan oldin shu duoni aytib uxlang va xotirjam bo'ling. Ertaga boshqacha uyg'onasiz inshaalloh. Assalomu alaykum.